Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari va brifing ishtirokchilari. Bugungi kunda davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, aholiga sifatli davlat xizmatlarini ko'rsatish hamda murojaatlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi tomonidan fuqarolar va tadbirkorlar subyektlari bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, ularning murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda amaliy yordam ko'rsatishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Endi hisobot davridagi murojaat tahliliga to'xtalib o'tsam, 2026-yilning yanvar-may oylarida Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga jami 13 ta murojaat kelib tushgan. Shundan 3 ta murojaat to'g'ridan-to'g'ri yozma shaklda, 4 ta murojaat viloyat hokimligi hamda Milliy statistika qo'mitasi orqali, 6 ta murojaat esa boshqarma rahbariyatining sayyor qabullari davomida qabul qilingan. Murojaatlar mazmuni tahlil qilinganda ularning asosiy qismi statistik hisobotlarni to'ldirish, kuzatuv so'rovnomalarini rasmiylashtirish, hisobotlarni taqdim etish tartibi yuzasidan tushuntirish va amaliy yordam olish masalalari bilan bog'liq ekani aniqlandi. Mazmun mohiyatiga ko'ra murojaatlar quyidagicha taqsimlangan. 4 ta yoki 30,8% viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari yuzasidan, 4 ta yoki 30,8% statistik hisobotlarni to'ldirish va taqdim etish tartibi bo'yicha tushuntirish berish masalalari yuzasidan, 3 ta yoki 23,1% boshqa masalalar bo'yicha, 2 ta yoki 15,3% davlat registr bazasiga kiritish yoki chiqarish faoliyati turi hamda statistik kodlar bo'yicha ma'lumot olish yuzasidan kelib tushgan murojaatlar. Hududlar kesimida tahlillar shuni ko'rsatadiki, murojaatlarning asosiy qismi Guliston shahri hissasiga to'g'ri kelgan. Murojaatchilar toifasi bo'yicha tahlil qilinganda esa 9 ta murojaat yuridik shaxslar, 4 ta murojaat jismoniy shaxslar tomonidan yuborilgani qayd etilgan. Eng muhimi, boshqarmaga kelib tushgan barcha murojaatlar amaldagi qonunchilikda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilib, ijobiy hal etildi. Hisobot davrida rad etilgan murojaatlar qayd etilmadi. Hurmatli fuqarolar, agar sizda statistika organlari faoliyati, statistik hisobotlarni topshirish tartibi, statistik ma'lumotlarni olish yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha savollar mavjud bo'lsa, Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bizning ishonch telefonimiz 67 kodi bilan 225 19 70. Rasmiy veb-saytimiz sirstat.uz. Shuningdek, murojaatlaringizni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi portali orqali ham yuborishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.